Uyg'ur 12 muqomi parlaq Junxo madaniyat xazinasidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farostining javhari. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik til bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllar bilan ifodalangan. Mundaq musiqa asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'ashqa, Sharq musiqa madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqomlarining tarixi uzun, arx ko'rinishi keng va cho'nqur. Muqomlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlar bilan hamqadamdir. Muqomlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastikorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq musiqasidir. Bu qitim asliga varislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqom 360 ahang, 4492 misrodan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq beytlarini o'z ichiga oladi. Laflarınızda ne için bundak yatar, bundak yatar hanım benim. Ben gadanım natvallik birle öpürdü kızım. Can barınca vay can barınca kılmıgay nale pigan didattı vay dağda kim varsın kılır için cevriye cevri sultan sultanım benim hayat eredim
Feleşni ergildim esmer